Tasavvur qiling, hali 20 yoshga ham kirmagan bir yigit bor. Lekin u allaqachon butun Yevropa futbolini larzaga solib ulgurgan. Bu yigit Jude Bellingham. Jude Angliyaning Birmingham shahrida 2003-yil 29-iyunda tug'ilgan. U futbolni juda erta boshlagan. Deyarli bolaligidan top bilan katta bo'lgan desa ham bo'ladi. 8 yoshidan Birmingham City akademiyasida shug'ullana boshlaydi. Oradan ko'p o'tmay, u klub tarixidagi eng yosh futbolchi sifatida asosiy tarkibda maydonga tushadi. O'sha paytda Jude atigi 16 yoshda edi. Shundan keyin Yevropaning katta klublari unga qiziqa boshlaydi. Manchester United, Bavariya, hatto Real Madrid ham. Lekin Jude juda aqlli qaror qabul qiladi. U darrov yulduz bo'lishni emas, o'ynab tajriba to'plashni tanlaydi va Germaniyadagi Borussia Dortmund klubiga o'tadi. Dortmundda u juda tez moslashib ketadi. Hatto yosh bo'lishiga qaramay, jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylanadi. Eng qizigi, u 19 yoshida Dortmund sardori bo'lib maydonga tushgan. Bu juda kam futbolchiga nasib qiladigan holat. Jude oddiy yarim himoyachi emas. U ham himoyada ishlaydi, ham hujumda gol uradi. Ko'p yuguradi, ko'p pressing qiladi, doim maydonda ko'zga tashlanib turadi. Real Madridga kelgan Bellingham. 2023-yil. Jude nihoyat orzusidagi klubga keladi, Real Madridga. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi, yaxshi futbolchi, lekin Ispaniya ligasida qiynalib qolsa kerak. Lekin Jude butunlay boshqacha javob beradi. U debyut mavsumidayoq ketma-ket gollar ura boshlaydi. Hatto El Clasico'da ham gol uradi. Qisqa vaqt ichida Real Madridning eng muhim futbolchilaridan biriga aylanadi. Real muxlislari unga yangi laqab ham qo'yadi. Yangi Zidane. Jude juda aqlli yigit. Maktabda ham yaxshi o'qigan. U intervyularda kam gapiradi, lekin maydonda hammasini isbotlab beradi. Hech qachon o'zini yulduz deb hisoblamaydi. Doim men hali o'rganayapman deydi. 20 yoshga ham yetmasdan Jahon chempionatida o'ynagan, Chempionlar Ligasida sardor bo'lgan, Real Madridning yetakchisiga aylangan Jude Bellingham bu shunchaki futbolchi emas. Bu yangi avlod futbolining timsoli. Mehnat, sabr va ishonch bilan inson hamma narsaga erishishi mumkinligini ko'rsatib bergan yigit. Bugun u hali juda yosh, lekin allaqachon futbol tarixiga kirib bo'ldi. Savol bitta, agar u shu tempda davom etsa bir necha yildan keyin biz uni kim deb ataymiz? Oddiy futbolchimi? Yo'q, balki haqiqiy futbol afsonasimi? Jude Bellingham Birmingham City'da 41 uchrashuv o'tkazib, 4 bor raqib darvozasini nishonga olgan. Dortmundda 92 uchrashuvda 12 bor raqiblarni ranjitgan. Angliya terma jamoasi bilan 40 bor maydonga tushib, 6 bor gol urgan. Real Madridda bu statistikalar hali anchagina ko'payadi deb umid qilamiz. 22 yoshli Bellingham faoliyatini yuksalishiga biz ishonamiz va unga omad tilab qolamiz.